Assalomu alaykum qadrli treyderlar. Davom etamiz tillarni Elliot to'lg'ilari bo'yicha demak analiz qilishda. Hop, D1 grafik bilan boshlaymiz. Har doimgidek demak D1 grafikida bizda bu ikki to'lqin demak shakllanyapti. Ikki to'lqin demak shakllanmoqda. Demak diqqatgacha demak taxminimiz ikki to'lqinni qatgacha borishi noma'lum. Hozircha shu boshqadagi trend davom etmoqda. Keyin pastki demak 4-to'lqinga va 5-to'lqinga demak bozorga ketishi taxmin qilinmoqda. Demak, bu yerda yana qanaqa holat bo'lishi mumkin? Demak, bizda uchburchakka aylanishi mumkin. Mana bu harakat ya'ni A, B, C, D, E uchburchak proboydan keyin dальнейший demak rost holati bo'lishi mumkin. D1 grafiki demak yana cho'zilishi mumkin. Anaqa holatga o'tishi mumkin. Bu demak ko'rib chiqilmoqda. Bunga sabab mana bu bo'lgan noaniqlik. Shunaqa demak shunaqa qarorga kelishimizga sabab bo'lmoqda. To есть uchburchak shakllanayotgan bo'lishi ham mumkin. Demak, kuzatishda davom etamiz. Hop, 1 soatlik time frame'ga o'tadigan bo'lsak, 1 soatlik time frame'da ya'ni boshqadagi trend davom etmoqda. Trend ham tepaga qaragan va 5-to'lqin shakllanmoqda hozir. Korreksiyadan keyin yana demak bozor o'sishda davom etishi mumkin. Demak, Gann texnikasiga o'tadigan bo'lsak, William Gann texnikasi bo'yicha o'tgan safardagi prognozimiz demak to'g'ri chiqdi. Biz demak korreksiyadan keyin bozor o'sishini taxmin qilgan edik. Birinchi sel olindi, demak 4593 va ikkinchisi o'sha bizda 4758 ekan. Demak, bozorni keyingi zonaga borishini taxmin qilamiz. Bozor ochilishiga yoki qanaqadir korreksiyadan keyin yana demak ko'tarilishi ehtimoli kuzatilmoqda. Demak, D1 grafikiga o'tamiz. D1 grafikida уже mana 4698 уже bozor ochilgandan keyin ham borishi mumkin yoki keyin har doimgidek korreksiyadan keyin demak bozor o'sishini taxmin qilamiz. Hop, bu yerda mana kattaroq kichkinalashtirib ko'rgan bo'lsak, ko'ryapsizlar, bozor mana bu ugldan chiqib keyingi uglga mamutga harakatlanmoqda. Gann texnikasi bo'yicha 4800 ga demak harakat qilmoqda. Hop, like bosib qo'yamiz, podpiska qilib qo'yamiz kanalga. Demak, do'stlarga ham ulashing. Prognozlarimiz yaxshi ishlamoqda. Xayr, salomat bo'linglar.